Bugun 8-yanvar, payshanba 2026-yil. Ramazonga 41 kun qoldi. Mana bu yerda o't yoqyapti. Uying kuygur deganini eshitganmisizlar? Shu uying kuygur deb odam xudo saqlasin, hech kimni uyi kuymasin. Yomon narsa bu uy kuyish. Tarix. Nima deydi, biz mana bu yerda yangi uylar qurilyapti, orqasidan eskisini ana buzyapti. Endi sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hech kimni uyi kuymasin. O'rmon ham yondi deydi-yu. Otlaringiz o'ldi deb. Alloh saqlasin. Shettali nima deydi? Muhabbatdan kuygan yuraklar uchun deydi-yu. Qanday muhabbatdan kuygan yuraklar uchun nima deydi? Oymomoqiz ozgina yerda yura olasizmi? Kelgunicha omadim tegmay tura olasizmi degan ekan bir shoir. Endi mana shunaqa bo'lib yongan bo'lsa kerak-da yuragi. Pul yo'q ishqida yongan yuraklar uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.